tirik kitobdan keyin kim chiqarkin deb kutayotgan millatimiz umidlari. Mana shu loyiha e'lon qilingan kunda eshitgan kunim mani miyamda lampochka yonganda. O'g'lingni o'qitibsan, o'zingga yaxshi qilibsan, qizingni o'qitibsan, ummatga yaxshi qilibsan deb aytadi. Xo'jayinimda eng oxirgi so'zlarida men va'da bergan bir inson sifatida bajara olmayman. Qo'limdan keladi bu narsa. Men ijtimoiy tarmoqda dars berayotgan joyingizni men maktab deb o'yladim. U maktab emas, u sizni xonadoningiz. Dadasi rahmatli vafot etganlaridan keyin niyat qildim, ilm markaziga aylantiraman. Sizga savobi tegsin. Qanaqa pasportingiz ham bo'lmagan? O'zbekistonda kim rivojlantiradi deymanda ularga men. O'zbekistonda biz rivojlantiramiz, harakat qilishimiz kerak. Ayniqsa qiz farzandini o'qitmayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Gektar mosh olardik, qo'llari qadoq bo'lib ketardi. Hasan bir kun Hasan yig'ladi.